Hadicha, Shahina. Bu nima ahvol? Kim aytadi bu uyga ikkita qiz bor deb? Telefon o'ynagancha, o'lgu telefon o'ynagancha uylan yig'ishtirsang bo'lmaydimi? Bu yeb turganing ahvolini qara. Nisalan turganning ahvolini qara. Hammang sana uyam jonimga tegding hammang. Ha, Hadicha, qish eshitmayapsanmi? Yana bu yana bo'psan-ku, masqarabozga o'xshab. Yo'q, sen qaysi qo'shni qizini ko'rdingki, bir buyanib yurganini. Bir-biridan chiroyli. O'shalarga o'xshasang bo'lmaydimi? Bu nima ahvol? Men katta sanaga kim buyanishni qo'yibdi? Sen odam bo'lasanmi, yo'qmi? Sen qachon o'sha qizlarga o'xshagan qiz bo'lasan-a? Men sen uchun shuncha pul berib kursga o'qityapman. Bir natija ko'rsat, mana bu telefon o'lguri o'ynaguncha. Shuncha pulni to'layapman. Qachon odam bo'lasan sen? O'qishni ham kursni ham jonimga tegdi. Men o'qituvchi bo'lishni ham o'qishni ham xohlamayman. Ona va bola o'rtasida uchrayotgan dolzarb muammolar. Ushbu muammolarga yechim topmoqchi bo'lsangiz, unda sizning farzandingizni Next Me ichki liderni uyg'ot kursimga taklif qilaman. Ushbu kursimiz 8 ta darsdan iborat bo'lib, unda farzandingiz o'ziga bo'lgan ishonchi, kelajakdagi maqsadini topadi. Ota-onasi va oila a'zolari bilan munosabati yaxshilanadi. Undan tashqari, sizning farzandingiz uchun kursimizda 4 ta mutaxassisimiz tomonidan oratorlik, sam себе vizajist, qomatni tik tutish hamda to'g'ri kiyinish qoidalari haqida dars bo'lib o'tadi. Yuqorida ko'rsatilgan muammolar sizni ham qiynayotgan bo'lsa, unda sizning farzandingizni Next Me ichki liderni uyg'ot kursida kutib qolaman.